Assalomu alaykum. Men Qibray tumani 16-umumiy o'rta ta'lim maktabi direktori Tojiboyev Elbek Yo'ldoshichman. O'z faoliyatimni 2017-yildan beri shu maktabda davom ettirib kelmoqdaman, maktab direktori lavozimida. Oxirgi 3 yillik natijalarga qaraydigan bo'lsak, ta'lim sifatini ko'tarish bo'yicha, maktabdagi sport sohasini ko'tarish bo'yicha va barcha madaniy sohalarni ko'tarish bo'yicha juda ko'p ishlarni amalga oshirdik. Bu albatta bizning jamoamizni, ota-onalarimizni va o'quvchilarimiz hamkorlikdagi ishlarimizdan dalolatdir. Shu o'rinda aytadigan bo'lsak, 3 yil oxirgi 3 yilda 2023-yil, 24 va 25-yillarda Open byudjet dasturi bo'yicha 3 marta g'olib bo'ldik va bu albatta maktab moddiy texnik bazasini rivojlantirishga juda katta xizmat qo'shdi. Shulardan o'quvchilarimizning 56 nafari oxirgi 3 yilda juda ko'p natijalarga erishdi. Xalqaro va IELTS va milliy sertifikatlarning egasi bo'ldi. 56 nafar o'quvchimiz. Undan tashqari Abdurashidova Ozoda 4-sinf o'quvchisi va 7-sinf o'quvchisi Erkinov Usmonjon Dubay olimpiadalarida ingliz tili va mental arifmetika bo'yicha super chempion unvonlarini qo'lga kiritishdi. Mani ismim Usmon, familiyam Erkinov. Men 16-maktab Qibray tumani 7-sinfda o'qiyman. Men Dubay olimpiadasida faxrli super chempion o'rnini oldim. Men Abdumo'min Soliha Qibray tumani 16-maktabda ta'lim olaman. Hozirda biologiya fanidan 90% milliy sertifikatni qo'lga kiritdim va kimyo fanidan milliy sertifikatga topshirdim. Men Nigora Tukanbayeva Qibray tumani 16-maktab o'quvchisi va 10-sinfda o'qiyman. Hozirgi kunda IELTS 7,5 ballni 1 yil 2 oyda qo'lga kiritdim. Men Komron Zubaydullayev Qibray tumani 16-maktabning 11-sinfida tahsil olaman. Respublikamiz prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan asos solingan Astrom IT akademiyasida tahsil oldim. Hozirda soham bo'yicha 10 ga yaqin real projektlarda ishlamoqdaman. Xalqaro IELTS sertifikatini qo'lga kiritdim va hozirgi kunda IELTS 6 sertifikati sohibiman. Hamzayeva Shahzoda 16-umumiy o'rta ta'lim maktabining 11-sinf o'quvchisiman. O'zim erishgan bir qancha yutuqlar haqida gapirib bermoqchiman. Yaqinda bo'lib o'tgan multi-level imtihonidan ingliz tilidan 0 B2 darajani qo'lga kiritdim va bu menga bir qancha imkoniyatlar eshigini ochdi deb ham ayta olaman. Multi-level imtihonidan muvaffaqiyatli o'tganimdan so'ng Amerika logistikasida ham o'zimni sinab ko'rdim va kursni tugallagach HR bo'limiga ishga taklif ham oldim. Men Hasanova Robiya 16-maktabning 11-sinfida o'qiyman va men ingliz tili fanidan 0 imtihonda B2 darajasini qo'lga kiritdim. Men Nuriddinova Madina Qibray tumani 16-sonli maktabining 11-sinf o'quvchisiman. Men bugungi kunda ona til va adabiyot fanlaridan milliy sertifikatni va maktablar aro bo'lib o'tgan insholar tanlovida 1-o'rinni qo'lga kiritdim. Assalomu alaykum. Men Bibixonim Bullayeva. Qibray tumani 16-maktabning 10-sinf o'quvchisiman. Men 5 yil an'anaviy cholg'u bo'yicha shug'ullanganman va birinchi bo'lib Polshada o'tkazilgan xalqaro tanlovda 1-o'rin, so'ngra Rossiyaning Rostov-na-Don shahrida o'tkazilgan xalqaro tanlovda 2-o'rin olganman. Lekin mening asosiy maqsadim shifokor bo'lish. Shuning uchun hozirda o'tkazilgan biologiya fanidan milliy sertifikat imtihonida 80% darajani qo'lga kiritdim. Bu bizning maktabimizning kurash zali. Maktabimiz kurash zalida o'quvchi yoshlarimiz bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil qilish bo'yicha prokuror kuboklari va boshqa har qanday musobaqalarni o'tkazishadi. Sportimizning erkin kurash bo'yicha 30 yildan oshiq tajribaga ega 70 ga yaqin o'quvchi yoshlarimiz mana shu sportning erkin kurash turi bo'yicha mana shu kurash zalida o'z mashg'ulotlarini o'tkazadilar. Bu kurash zali bizga O'zbekiston chempionlarini, viloyat chempionlari, tuman musobaqalarining g'oliblarini yetkazib chiqargan, xalqaro musobaqalarning turnir g'oliblarini yetkazib chiqargan. 2023-yilda maktab moddiy texnik bazasini boyitish borasida Open byudjet dasturi bo'yicha 650 millionlik moddiy tovar boyliklari oldik. Unda maktab texnologiya xonalari uchun tikuvchilik asboblari, tikuv mashinalari bir chokli va overlock mashinalarini olganmiz. Undan tashqari musiqa asboblarida tuman hokimining farmoyishi asosida 2021-yilda musiqa asboblari ham va sport tovarlari ham xarid qilingan.
2025-yilning Open byudjet dasturi orqali 6 parametrdagi yo'nalishlarda sport majmuasi qurildi. Bu albatta davlatimizning mana shu Open byudjet dasturlari bo'yicha maktablarning moddiy texnik bazasini shakllantirishda juda katta xizmat qildi. Davlatimiz rahbarining oqilona olib borgan siyosatlari orqasida mana shunday mahallalarni infratuzilmasini, maktablarning infratuzilmasini boyishda juda katta xizmat qildi. 6 parametrda bu 20 ga 40 futbol maydoni, 18 ga 9 voleybol va basketbol maydonlari, 200 metr yugurish yo'lagi, workout va balandlik va uzoqlikka yugurish maydonchalari o'quvchi yoshlarimizning vaqtlarini bo'sh mazmunli tashkil qilish, jismoniy tarbiya darslarining samarali o'tkazishda juda katta xizmat qildi. Qo'l to'pi turlari bo'yicha juda yaxshi rivojlangan maktabimizda mana shu to'garaklarni bevosita o'quvchi yoshlarimizni mazmunli bo'sh vaqtlarni mazmunli tashkil qilish bo'yicha ko'p faoliyat yuritib olib boriladi. Bu esa bizning maktabimizning sport zali, sportning barcha turlari bo'yicha jismoniy tarbiya darslarida mashg'ulotlar o'tkazib boriladi.